Bu yolg'onchi dunyoga sizu biz bor yo'g'i 5 kunlik mehmonmiz. Ana shu yolg'onchi dunyoda insonning 2 donagina chin do'sti bo'lar ekan. Bittasi Alloh bo'lsa, ikkinchisi sizu bizni yorug' dunyoga keltirgan zotlar, onaizorlarimiz. Alloh sizu bizni ruhimizga parvona bo'ladi. Onalarimiz-chi? Onalarimiz hali tug'ilmasimizdan to o'zlari qabrga ketgunlaricha boshimizda parvonalar. Ilohim, o'tganlarini Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Borlarini, umrlarini ziyoda qilsin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda qo'llarini duoga ochib turganliklarini ko'rish sizu bizga ko'p yillarga nasib etsin. Oqibat degan bir gap bor dunyoda. Lekin oqibat bilan oqibatni ham farqi bo'lar ekan. Ona farzandiga beminnat oqibat qilar ekan. Farzandim mendan keyin qolsin, uni bo'ssin deb oqibat qilar ekan. Lekin farzandning oqibati omonat oqibat bo'lar ekan, minnatli oqibat bo'lar ekan. Bugun bor, ertaga ko'ramanmi, yo'qmi, keyin dushikki og'iz yaxshi gapimni ayamay deb oqibat qilar ekanmiz. Bugun kelib erta ketguvchi mehmonga qilganday oqibat qilar ekanmiz. Agar so'zlarim dilingizga og'ir botgan bo'lsa, shu so'zlarning isbotini qabristonga borib ko'ring. Hattoki o'sha qabr toshlariga ham jimjimador qilib minnat bilan yozib qo'yilgan. Aziz farzandlaringizdan esdalik. Qarang, hattoki shu qabr toshini ham minnat bilan qo'yar ekanmiz. Uni biz qo'ydik deb qo'yar ekan.